Qaysi bir inson boshqa bir inson bilan moddiy manfaat yoki qanaqadir hissiy lazzat uchun muomala qilayotgan bo'lsa, u bilib qo'ysinki, uni yashash tarzi hayvonni yashash tarzidan hech qanaqa farqi yo'q. Chunki moddiy manfaat uchun yoki hissiy lazzat uchun muomala qiladigan faqatgina hayvon. Inson faqatgina lazzat uchun, faqat manfaat uchun muomala qilmaydi bir-biri bilan. Unaqa o'lchov faqat hayvonda bor. Hayvon keladi, manfaat bormi, qanaqadir yeydimi nimadir, o'sha bilan muomala qiladi. Yoki lazzat bormi, hissiy, erkagi ayoli bo'ladi yo hayvon. Moddiy manfaat yoki hissiy lazzat bilan aloqa qiladigan faqat hayvon ekanda, xullas. Insoncha inson faqat u uchun muomala qilmaydi. Inson insoniyligi uchun muomala qiladi. Inson dunyoqarashi uchun muomala qiladi. Inson uni boricha borligi uchun, inson bo'lganligi uchun muomala qilish kerak. Agarda moddiy manfaat uchun muomala qiladigan bo'lsangiz, xuddi hozirgi kabi insonning aloqalari buzilib ketadi. Chunki moddiy manfaat bilan aloqa qilayotganda boshqa biri undan manfaatliroq bo'lib chiqsa, sirazu taqqoslash boshlanadi, manfaatlirog'iga ketadi inson. Hozir shunaqa-yu, erkak ayolga nisbatan xiyonat qiladi, ayol erkakka nisbatan xiyonat qiladi. Nima ketsa, bu bundan lazzatliroq, bu bundan manfaatliroq. Yoki ayollar boyroq bolaga intiladi. Nimaga desa, bu bundan manfaatliroq. Bu dunyoqarashi juda ham pastligi, hattoki hayvon darajasiga tushib qolganini ko'rsatib beradi. Chunki boya aytganimizdek, hayvongina bir-biri bilan manfaatlar uchun muomala qiladi. Chunki unda aql degan narsa yo'q. To'xtachi, qarshimdagi kim o'zi, nimasi bor o'zi degan narsa fikrlash yo'q unda. Faqatgina manfaat oladi ketadi. Inson ham mana shunaqa yashash tarziga o'tib qolsa qanaqa bo'ladi desa, hayvoniy yashash tarziga o'tib qolgan bo'ladi.